Nimaga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bola ko'rmagan odam, "Yo Rasululloh, 10 yildan beri bola ko'rmayapman, bir nima duo o'rgatsinlar" desa, istig'for ayt deyaptilar-da. Faqul tustagfiru robbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara va yumdidukum bi amwalin va banin va yaj'al lakum jannatin va yaj'al lakum anhara. Oyat o'qiveradilar. Istig'for ayt, Xudo gunohingni kechiradi, tozalansang Alloh so'raganingni beraveradi. Osmondan rahmat va baraka yomg'irlarni yog'dirib beradi. Molingga, joningga Alloh baraka beradi. Befarzand bo'lsang farzand ko'rasan. Kasbingda baraka bo'lmasa Alloh senga baraka beradi. Yana oxirat kunida ostidan anhorlar oqib turgan jannatni Alloh senga nasib qiladi. Bu istig'for aytilayotganligi sababidan. Gunohni to'xtatadigan istig'for, gunohni yo'qotadigan tavba